Nimaga? Chunki o'rni kelgan paytida ota qayerdan bola Payg'ambar alayhisolamga iymon keltirgan, o'rni kelganda hayvonlarning yuzma-yuz kelishiga sabab bo'lgan. Ota bilan tasavvur qiling. Eng og'ir sinovlar. Lekin ota-onasi musulmon bo'lgan, otasi ham o'zi ham musulmon, ota-onasi ham musulmon. Bunday sahobiylarga boshlari har doim havas bilan qaragan. Birinchi o'rinda ota-onasi iymonda bo'lganligi, mo'min musulmonlarga jannat bashorati borligi, demak oxirat mojid topishligi borligi sababidan bo'lsa, ikkinchidan katta bir haslati va nadomati yo'q. Lekin islom har bir muhtaramazdan o'sha zamonlarda, Payg'ambar alayhisolamning zamonlarida garchi otalar, onalar mushrik bo'lsa-da, boshqa din vakillari bo'lsalar-da, lekin ularga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishi Alloh taoloning amri. Masalan, yuqoridagi oyat kalimalarni Luqmon surasida oyat kalimada Alloh taolo aytadiki: "Va in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Ya'ni agar ular senda ilm bo'lmagan narsaga, ya'ni mumkin bo'lmagan ishga buyursa, ma'siyatga, shirkka, dindan chiqishlikka agar buyuradigan bo'lsa hamki, demak bu gunoh ishlarda ularga itoat qilma. Lekin dunyoda ularga yaxshi do'st bo'lgin. Va sohibhuma fid dunya ma'rufa, ya'ni ularga dunyoda yaxshi muomalada bo'lgin deyapti. Dindan chiqyaptimi? Dindan chiqmaysan. Namozini o'qima deyapti, namozini o'qirasan. Ibodat qilaverasiz. Lekin bu mushrik ekan, bu kofir, odam bunday qildi, onam to'sqinlik qildi deb ularni g'iybat qilib, ularni so'gib, ularga qarshi chiqib, siz kofirsiz, siz g'ayridinsiz deb emas, siz dindan chiqdingiz deb emas. Bunday ota-onalarni alhamdulillah biz sahobiylar faxrlangan insonlar kamiz. To'da bularimiz uchun alhamdulillah bu musulmonlar bo'ladi. Lekin ana shu ota-onalarning talabidan agar Allohga va uning rasuliga, shariatga zid bo'ladigan talablar bo'lmasa, albatta itoat qilamiz. Lekin talablar bo'lsa-chi, talablar bo'lganda ham o'sha talablarga amal qilmasakda, itoat qilmasakda, lekin yaxshi munosabatlar qilamiz. Buning misoli Sa'id ibn Abi Waqqos